Tillaga keladigan bo'lsa 25 avgust bugun tillani obzorini qilsak bo'ladi. Bemalol chunki mana bu yerda opsionlarga kelib taqaldik. 4710 edi. Opsionlar sal balandroq edi, 4720, 4730 edi, sal yetmasdan ketyapmiz. Mayli, korreksiyaga kiradigan bo'lsak, bizda 61-76 zona buy zona bo'lyapti. Как раз таки mana bu yerda ashtorda FVG zona qoldiribdi. Agarda biza 4330 ni pastga yana biz boradigan bo'lsak, 4330, 4315 larni yana sell boshlanib ketishi mumkin, lekin bu kam nima deydi, вероятность kelib taqaladi, chunki haftalik bizda yaxshi ketyapti longga. Bularni bayi pastroqdan iloji boricha ko'proq ushlab olish kerak. Bir oylikni ochadigan bo'lsak, как раз таки xudo xolasa bir haftalarning ichida yangi aniq ochiladi. Oylik svechka mana bu aniqlargacha, PVGlarigacha как раз таки korreksiya berib, dальше tepaga ketishi mumkin. Dальше tepaga ketadigan bo'lsa, bu yerda все, bir oylikda ham slom strukturaga bo'ladi. И dальше biza Goldman Sachs prognozlari bo'yicha 6000 gacha borishimiz mumkin. Nimaga Goldman Sachs prognozlari yoki boshqa krupniy banklar prognozlari to'g'ri chiqadi долгосрокka, сразу aytaman, ular avval sotib oladi, keyin prognoz qiladi. To есть ular u narxi shotgacha olib chiqib qo'yadi katta hedge fondlar, banklar. O'shaning uchun 6000 ni yil oxirisiga kutishyapti. Bemalol bora olamiz. O'shaning uchun kuzatamiz. Hozir buy zonalarimiz как раз таки mana 61-76 zonaga, lekin mana bu zonadan ham qaytib ketishi mumkin 3850 da. Sababini aytaman, formatsiyalarni kutinglar, razворотный formatsiyalarni FIBO bo'yicha ko'rsangizlar ham mana qaranglar. Struktura bor, to есть FIBO ning strukturasi ham ketyapti. Mana shu yerda biz bitta korreksiyaga kelib, keyin ketishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib savdo qilamiz. Sellga ehtiyot, buyga ehtiyot bo'lamiz. Sellga ushlab ko'rish mumkin qanaqadir razворотный patternni. Buyga esa aytgan zonalarimdan ushlab